Voy, men keldim kenaylarim, yaxshiyam borsizlar. Ichim gapga to'lib ketdi. Keling, o'tiring, kiring. Shu desanglar, uydagilarim to'ydirib yubordi meni. Erim hech qatga ruxsat bermaydi. Qaynonam 5 mahal ovqat qildiradi. Nimamush, eski ovqat yeyishmasmush. Shunda mashtimga keldi. Endi qaynagachilarim bor, 4 ta bolasi bilan unisi olib, unisi qo'yib har kuni uyimizga qatnashadi. Voy, nomchi vohma qilasiz. Bunaqa narsalar hamma uyda bo'ladi. Bizani ayting, bizani. Voy bizachi, bizada ham tinchlik. Ertalabdan yerim uyg'otib, oyimga qara, adamga qara, qo'shiga ovqat qil, hammaga qil. Bizada ham tinchlik yo'q. Eng alam qiladigani qaynonamiz ayting, qaynonamiz qo'm bermaydi. Har bitta ishi tepasida turadilar. Mana shundoq qilib, "Mana bunaqa qilyapsiz, bunaqa qilyapsiz" deb xatoyimizdan topaveradilar. Qaynisinimizchi, Uni ham ayting, har kuni kelib. Siz nima deyapsiz? Siz gapiring. Yo'q, to'xtatmanglar, sizlarniki zo'r ketyapti. Aka bilan o'rdak go'shi. Har yarim soatdan keyin tayyor bo'ladi. Ungacha men qo'llarni yuvib kelaman.